Yurtimizning go'zal tabiati, musaffo havosi, shifobaxsh suvlari har qanday kishini o'ziga maftun etadi. Ona tabiatni asrab-avaylash, kelajak avlodga bus-butiligicha yetkazish har birimizning burchimiz sanaladi. Ekologik barqarorlikni ta'minlash, uning muhofazasi borasidagi ko'kalamzorlashtirish tadbirlari Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyatimizda ham uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Jumladan Namangan tumanida bahorgi mavsumda 615 ming tub 50 xildan ortiq manzarali, mevali daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Ularning unib o'sishi uchun agrotexnik talablari belgilangan tartibda tashkil etilmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan yurtimizda daraxt ekish umummilliy harakatga aylandi. Xususan, Yashil makon umummilliy loyihasi atmosfera havosi musaffoligini ta'minlashda, qolaversa, iqlim o'zgarishiga ijobiy yechim sifatidagi noyob va o'ziga xos loyiha hisoblanadi. Shu boisdan viloyatimizda, xususan Namangan tumanida ham bu boradagi ishlarni hamjihatlikda tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumanda Namangan yo'l ko'klam davlat muassasasi, obodonlashtirish, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi tuman bo'limlari hamkorlikda ish tashkil etib, ekilgan nihollarni parvarishlash, sug'orilishni alohida nazoratga olganlar. Jumladan kuzgi mavsumda ekilgan 537 ming tubdan ziyod turli mevali, manzarali buta va daraxt ko'chatlari bugun baravj o'smoqda. Dastur doirasida Navbahor muqobil mashina traktor parki hududidagi dala maydonlari chetlariga atmosfera havosiga chiqadigan zararli tashlamalarni, tuproq eroziyasini oldini olish maqsadida 15 sotixli yashil belbog' tashkil etilgan. Bu yerga 400 tubga yaqin pavloniya ko'chatlari ekilgan. Agrotexnik ishlarni belgilangan muddatlarda sifatli olib borilishi daraxtlarni yaxshi ko'karishini ta'minladi. Navbahor MTF hududida joylashgan yashil belbog'larda turibmiz. Bu yerda hozir o'simliklarni himoya qilish uchun yo'l ko'kalam bilan ekologiya bo'limi xodimi tomonidan tozalash ishlari va sug'orish ishlari olib borilmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasida hozir tashkilotlar yashil belbog'lar hosil qilmoqda. Mahallalarda manzarali va mevali daraxtlar ekib borilmoqda. Agrotexnikasi nazoratga olingan. Ekilayotgan daraxtlar mutaxassislar tomonidan iqlim sharoitiga qarab tanlab berilmoqda. Namangan tumanidagi Yashil makon umummilliy loyihasining bahorgi mavsumida jami 615 ming tub 50 xildan ortiq manzarali, mevali daraxt va buta ko'chatlari ekilgan. Natijada 64 gektarli yashil bog' vujudga keldi. Ko'chatlarning sug'orilishi, kimyoviy dorilash, o'g'itlash uchun maxsus texnika va mutaxassislar jalb etilgan. Namangan shahri va Namangan, Davlatobod, To'raqo'rg'on, Mingbuloq tumanlarini bir-biri bilan bog'lovchi avtomobil yo'li bo'ylari, ko'p qavatli turar joy binolari atrofi ham ko'kalamzorlashtirilmoqda. Namangan yo'l ko'kalam davlat muassasasi 2025-yil bahor mavsumida avtomobil yo'l chetlariga 300 mingdan ortiq manzara daraxt, buta va terak ko'chatlar ekib, saqlash ishlarini olib bormoqda. Namangan tuman obodonlashtirish ishlari bilan hamkorlikda bir necha turdagi mavsumiy gullar ekib, landshaft dizayn ishlari olib borilmoqda. Maqsadimiz shu ekilgan manzarali daraxt, buta terak ko'chatlarni ko'kattirib, yashillik darajasiga o'z hissamizni qo'shib, yashil maydonlarni kengaytirish. Yashil makon loyihasi boshlangandan shu kunga qadar 55 million tubdan ortiq ko'chatlar Namangan viloyatining shahar va tumanlariga ekilgan. Loyiha doirasida 14 ta mening bog'im, 6 ta yashil jamoat parklari, 8 ta yashil belbog'lar barpo etildi. Umuman olganda, gullar diyorida umummilliy harakat doirasidagi ishlarni tashkil etishda sifatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har bir ko'chatning hisobini yuritish, parvarishlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilangani Namanganning yashillik darajasini 20% ga yetkazish imkonini berdi.